Akikalar xo'rozni olovini olib qo'ydi. Mo'g'ani, qarini. Kilosi ham 5 kiloyu 500. O'ylan. Maşallah. Qarini ko'rib qo'yadi. Tangalari. Ayog'da tangalari. Güzel. Güzel. Aka narxini necha pul deyapsiz? 2 milyon. 2 milyon so'm. Telefon nomeri beramizmi? Nechilik? 91lik. 91lik. 604 0944. 0944. Yanvar jo'jasi. Yanvarda jo'jasi. Omarasa Oyda oxirida, yanvarda oxirida chiqdi. xo'roz yumshaganda o'zim bilasiz, sezdiryapti. Anasi ham o'zi. Maşallah, mana. Xo'roz ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar. Olov bo'lib yotibdi, ranglari ham. Ular ozgina qoldi. Zolotoy, krasavchik. Ha, yana mana shu chiqdi. Krasavchik. Ha, yoshiga yetdi. Xo'roz istab yurgan tanish aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar bu videoda, akalar. Alloh baraka bersin. Dakan ishqibozlari, ishqiboz aka-ukalar mana qorasidan ham topdik, yosh aka. Azorini qilyapmiz mana. $100 narx aytyapti. Zotini nima dedingiz aka? Karis aka. Ota-enasi o'zingizda hozir necha kilo mana shu hozir? 3 kilo 900. Mana. Chorna, pantera desa ham bo'laveradigan ekan. Qora ekan. Qarlarini ham endi sizlar mendan ko'ra yaxshi tushunasizlar, endi men jayonchalik tushunmasam ham menga qandaydir yoqdi mana shu xo'roz. Aka, telefon nomeringiz nechi? Aka, telefon nomeringiz nechi? 90lik 93lik 722 44 49. Haydab boring aka, biz tomonga haydab boring. Ma'lumotlarini telefon qilsanglar, ma'lumotlarini o'zimiz akamiz aytadi. Kamini qilib beradi. Ha, kamini qilib berasiz, yo'lida qilib, ha. Mana akalar. Bu videoda ham dakan istab yurgan aka-ukalarga tashab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Joningdan. Gap yo'q. Bozorni bersin. Andijon Soy dakan bozordamiz. Dakan ishqibozlar uchun ha deb qorasini olaverayotgandik, mana oqidan ham topib qo'ydim. Oqidan ham ko'ringlar. Yosh ekan. Xo'roz. Oppog'idan ekan. Aka, zot qanaqa dedingiz buni? Kanoy bilan karisdan chiqqan ekan. Xo'roz ishqibozlari. Ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, xo'rozni ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar akalar. Aka, buni ma'lumotini telefon raqam bersangiz, ma'lumotini qiziqqanlarga. 50 04 282 ma'lumotlarini akamizga telefon qilsanglar aytadi. Hozir kilosi necha kiloda bu? 5 kiloyu 50. Mana akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Dakan ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar akalar.